O'quv markazi ham, maktab ham bir joyda bo'lishini xohlaysizmi? 9, 10, 11-sinf o'quvchilari uchun ham xususiy maktab, ham o'quv markazi izlayotgan bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. O'quvchilarimiz tushlikkacha maktabda, tushlikdan so'ng esa o'zlari tanlagan qo'shimcha repetitorlarda oliy o'quv yurtlariga va milliy sertifikatlariga tayyorlanishadi. O'qish Guliston va Yangiyer shaharlarida 1-avgustdan boshlanadi. Siz ham turk tilida erkin so'zlashni xohlaysizmi? Unda Madina Bonu o'quv markazimizga yangi turk tili guruhlarimizga start berildi. Kursimiz magistratura, doktorantura va oliy ta'lim talabasi bo'lishni istaganlar uchun. Darslarimiz siz uchun endi qulay vaqtlarda soat 14:00 va kechki guruhimiz 18:00 da tajribali ustozimiz Xudoyberdiyeva Charasxo'ja tomonidan olib boriladi. Kursga yozilish va batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Siz nima uchun aynan Madina Bonu o'quv markazini tanlashingiz kerak? Keting, birgalikda ko'rib chiqamiz. 5 yillik tajribaga ega bo'lgan o'qituvchilar sizning milliy sertifikat olishingizni 100% kafolatlaydi. Darslarimiz keng, yorug', shinam xonalarda zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan holda olib boriladi. Xonalar har bir fanning ruhiga mos tarzda tayyorlangan. Bu esa o'quvchilarga o'sha muhitni chuqurroq his Farzandingiz kelajagini o'zgartirishi mumkin bo'lgan maktab haqida gaplashamiz. Bu Lider xususiy maktabi. Ushbu maktab Yangiyerdagi 1-sinfdan 11-sinfgacha ta'lim beradigan yagona xususiy maktab bo'lib, boshlang'ich sinflarga matematika va ingliz tili fanlari kuchaytirilgan tartibda o'tiladi. 5-sinfdan 10-sinfgacha o'quvchilarimiz ingliz, rus, koreys va hatto xitoy tillarini ham o'rganishadi va milliy sertifikat imtihonlariga sanoqli oylar qoldi. Siz tayyormisiz? Madina Bonu o'quv markazida aynan milliy sertifikat imtihonlariga tayyorlov uchun barcha fanlardan guruhlar ochilmoqda. Har bir kurs natijaga yo'naltirilgan aniq reja asosida olib boriladi. Natija olish uchun omaddan ko'ra tayyorgarlik muhim. Asosiysi tanlovingiz to'g'ri bo'lsa bas. Kurslarimizga yozilish uchun hoziroq O'qishga kirishim kerak, sertifikatlar olishim kerak, ammo qaysi o'quv markazida o'qisam ekan? Shaxsan men Madina Bonu o'quv markazida o'qib, ona tili, kimyo va biologiya fanlaridan sertifikatlarni qo'lga kiritdim. Lekin menga IT va ingliz tilidan sertifikatlar kerak bo'lsa-chi? Albatta, sen bu o'quv markazida xohlagan faningni o'qib, yaxshi natijalarga erishishing mumkin. O'qituvchilar ham yuqori malakali mutaxassisdir. Shunda men nima qilishim kerak? Eng zo'r ustozlar qaysi o'quv markazida? Madina Bonuda. O'quvchilarini eng ko'p o'qitib, Koreyaga o'qishga jo'natadigan o'quv markaz Madina Bonuda. O'quvchilari eng ko'p sertifikat oladigan o'quv markaz Madina Bonuda. Eng ko'p grant loyihalar qiladigan o'quv markaz Madina Bonuda. ITda eng yaxshi natijalar ko'rsatadigan o'quvchilar Madina Bonuda. Bugun sizlarga o'zim ta'lim oladigan o'quv markazini tanishtiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu o'quv markaz Guliston shahridagi eng birinchi ochilgan o'quv markazlaridan biri hisoblanadi. Bu o'quv markaz o'zining alohida atmosferasi, o'z fanning chinakam mutaxassis o'qituvchilari bilan birgalikda boshqa o'quv markazlaridan ajralib turadi. Bu o'quv markazida